Ko'rmaysanlarmi? Hozir bormam. Labba onasi. O'la xotin qo'li. Iloji bo'lsa chotini orasiga kirib ketsa dedi. Bu yengil emas u. Odam bo'lmaydi baribir. O'qirib olsang-chi. Mashina bo'lganda kabinetga chiqamiz. Shu paytlar telefon qilganini qara. Hozir ishlab turay. Ha, onasi Uyda dami o'zirmi deyman aka. Ha, xo'p, onasi bo'ldi, olib boraman. Voy, sen menga qara. Malibuni polirovkasi bo'ldimi? Sen bu yoqqa qara, men buni olganda trikkerga taqorga. Gap sotmasdan. Xo'p, hozir. Xotin qilib boshqasi bo'lsa bizdan alamini olaman. Xo'p. Aka, Shokir. Ya, Oybek qalaysan? Keling Botir aka. Qani Shokir og'ayni? Har doimgidek pitaklarda aka opa bilan gaplashyaptilar. Va shu o'rtog'ingizga ozgina panatga berib qo'ying aka. Ertalabdan kechgacha bundoq gaplashurmaydi-yu. Nima deysan endi? Tushadimi o'zi buning xotinlarga o'xshab bo'yanadimi deyman. Ja kech qolib ketamiz o'rtoq. Mana kuttirib qo'ydim, o'zir ha. Ketdimi, bo'ldingmi? Hamma narsa tayyor. Vallahi shu safar o'zinglar borib kelinglar, men borolmaydigan bo'lib qoldim. Hoppa, boshlandi yana, ha? Opa qo'l qo'ymadilarmi? Senga ham hayronman, mashina turasan quyonga o'xshab. Men-da kecha ozgina tilini raq-raq qiluvdi, shapaloni soldim, o'tiribdi hozir uyda. Endi akalar Shokir akamni ham to'g'ri tushuninglar. Keyin ham ruxsat bermasa bora olmaydilar. Ko'chada har doim nimadir yeb olsalar ham har doim kelinimga olib olishlari kerak. To'g'rimi Shokir aka? Men qara, ozgina erkak bo'lgan, sani umidi bo'lganda shu xotiningni bo'ldi qo'ydim. O'rtoq, o'zingni bosib olgin. Nima ayol kishini ursagina erkak bo'lib qoladimi? Aslida ojizani hurmat qilgan, e'zozlagan erkak bo'lmaydimi mabodo? Ukam, sen hali uylanmagansan. Keling, ikki qat edi. Nimadir yegisi kelayotgandir deb o'zim yegan narsani olib kelsam, xotin quli bo'lib qolamanmi, ukam? Kasal paytimda qaraydigan, jonini xatarga qo'yib farzandlar tug'ib beradigan xotinimga qaramang. Ko'chadagi o'ynashlarga qarayman. Ha, og'ayni? Senga-chi senga? Seni ham ayoling bor, singling bor. Meni sen tushunsang bo'lardi-yu. Ha, o'rtoq, seni qizing bor edi, senga o'xshagan kuyov nasib qilsin desa, qarg'agan bo'lib qolmaymanmi? Sizlar toqqa ketib, maza qilayotgan paytinglarda ayolimni to'liq tutib qolsa, kim doktorga olib boradi? O'zinglar borib dam olib kelaveringlar, o'rtoqlar, xafa bo'lmanglar mendan yana. Shokir o'rtog'im story aytibdi. Ozgina oilaga vaqt ajratmasa bo'lmaydi. Meni ham ayolim Banisa dedi. O'zlaring borib kelaveraqonlaring.